birinchi bo'lib kundalik xotiramni o'qigan odam men uchun xotir yozgan odamdir. U mening barliq maxfiyatlariimni biladi. Shun u bu dunyoda qalbimni hammaga pek tushunadigan odam. Men bo'lsam bir oddiy qiz, biroq u odatdagi bir yanchiqchi. Ya'ni Uyg'ur. Men Uyg'urni yaxshi ko'rib qoldim.
Bana. Keldingizmi Roşen? Bəhtalaylik siz. Biz yeni bir nakşini işlep bitkizdik. Anlap bakın qandaq. Nəhayət yaxşı. Murat. Baya bir oğri. Oğur uçurab qaldыңızmı? Somkаңızı kesitdi de. Yeni birini ele alsınız bo'lmadi mı? Toqatim bu nakşimiz. Yapıştı quradi. Evet, bula. Bir şey turib alam ha. Başlamda. Qanamsa, başlaylı. Daya oldunlar mı? Ya oldu. Yaxşı. Həmmimizdən başlayımız əmsə? Yaxşı çal. Başlayımız əmsə? Diqqət. Ali. Bu yerdeki ifadəng nəhayət yaxşı oldu. Cəmiyyətə çıxqandan keyin mo qalaymağa işlərdən qol özüb, yaxşı adam oluşqa tirişqan, ha? Rahmet. Xoş. Hadi. Qaytib keldingmi? Qaytib kelib yaxshi qilding. Sapsaq turibdi men qo. Yo'ldishing helimi? Seni uramdi. Yo'q. U burunqi ishlar. U hozir men xili kuyinadi. Bo'ldi ukam. Sen emdi qaytib kelding. Qalayimqan xiyollardi bo'lma. Bugun qaytib kelishingni o'ylamabdi ekanman. Aram elavag'im, sen tamoq etib beray.
Qosog'ing ochqanda tamg'ani ye. Beşinizden az ısık soğuk ötmeptiken kızacak. Ben Mağay Roşen. Şinjan tolumu kiçik, bek çet joy. Ben Beijing'e berip çokum yol tapaman. Kız oğulla o'rtasidagi shaxsiy do'stlikning muvaffaqiyat qozonish yo'limdagi to'salg'i bo'lib qolishiga qarab turmasligim kerak. Shuncha ishqim bilan kuygandim u men sana. Men kasbda muvaffaqiyat qozonish uchun ko'ngil qo'yib izlanishim kerak. Fikrim bilan suygandim u men sana. Aman bol. Shuncha ishqim bilan kuygandim u men sana. Shuncha fikrim bilan suygandim u men sana. Taşlap kettin meni yirakka, koydun meni cheksiz azapka. Taşlap kettin meni yirakka, koydun meni cheksiz azapka. Keyninge yana bir para sana şunca termirgen bana. Keyninge yana bir para sana şunca termirgen bana. Sen bana Hazır ben bu cihanda sizni hemmidan bek tushungan odam. Sizni cho'qim topaman.
Voy. Men. Hozir avtobusga ketib boraman. Ha, to'g'ri, hozir yetib boraman. Saqlab turinglar, ha. Va yo'lda qisqanchilik mashina mangmayotdi. Ha, bo'ladi. Ha, xaridor kelgan bo'lsa saqlab tursin. Men hozir yetib boraman. Ha, bo'ladi, ha. Ha, bunda shubahat bo'laverdi. Ha, ma'qul, ha. Hey. Ben öte olay. To'xtag'ina. Ya, to'xta. Ne bo'ldi? Ha? Keta bu yoqqa. Nimda bizlashimizga arishsa? Ha? Qo'linglar bakastga. Hammamiz bir kasbdagi odam turib, ishni qarab turib buzding-ku, ha? Qilatmaymiz. Qo'yinglar. Men ishga aralashamsan. To'xtag'ina. Bundan keyin men o'shani tepib shu juma balanza, ha? Anladingmi? O'shani yig'ibchi. Hadi. Oy. Asqar So'jan. Yağlı mevzini qilma. Kim So'jan ki? Hey, jiddiyleşme. Biz sen bilan paranglashaylik deb chaqirdik. Chiqqaningga 2 hafta bo'lgandi. Nima ish qilyapsiz? Biz sana ish tepiraylikmi ya? Ha? Ali. Yo'q, avaromanglar. O'zim topaman. Cho'qim manglar ayoq ish tepiladi. Aldirapmi ketma. Biz uqish beramiz, ha? Rahmat Asqar aka, rahmat. Menga rahmat aytmay. Buningdan keyin yomon yo'lda mangmisanglar, men shunidan qo'shilaman. Ma'qul. Ha. Qo'sh. Sen mitti? Ha? Nima? Hech nima. Buni ko'rayotgan edim. Buni yoqtiramsiz? Undaqa emas. Naqshlari intayin yaqinliq. Emas anglab baqay. Qo'yib beray, anglab beqing. Anlamamsiz? Siz anlamsiz. Menimcha sizmi anglashni xohlamaysiz? Nimishqa bu xil tuyg'uga kelib qoldingiz?
Bilmayman. Bu chiroyga sapsilib qarab beqing. O'zingizmi chandiriryapsiz. Yana shunday his qildimki, bu odam boshqalarning muhabbatini chin va go'zal deb bilmaydi. Aksicha, u cho'qim o'zining muhabbatini bebaho deb qaraydi. Shunga uning muhabbati xuddi tushdek, go'yo ko'kdagi bulutdek yugansiz. U bir qizning qalb dunyosiga kirib, uning nimani o'ylaydiganligini, nimaga intildiganligini, nimadan ko'ngli xush bo'ladiganligini, nimadan ko'ngli yerim bo'ladiganligini tushunishni xohlamaydi. U bir qizning o'g'il bolaga qaraganda shirin tilaklarga texmi muhtoj ekanligini o'ylabmi yetolmaydi. Kechiring, men gapni sal men umrimda bunday ko'p so'zlab baxmagan. Faqat boya sizni uningga qarashni xohlamaganligingizni ko'rib, tuyg'umning to'g'ri ekanligini his qilib, shunga men Rahmat sizga. Menga rahmat demsiz? Siz menga rahmat desangiz, nima deyishimni bilmay qilyapman. O'g'illar sizdek bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Boshqalarni tushunadi ekansiz. Nimaga kulasiz? Hech nima. Boyman, bir oz. Siz nada ishlaysiz? Men asli bir shirkatda ishlaydim. To'g'ri, shirkatda. Xo'jayin hamisha shirkatdagi qizlarni bo'za qiladi. Men ochchig'imda uni rosa tillab istifa berdim. İsmingiz nima? Ali. İsmim Ravshan. Men ismingizni allabirun bilib bo'lgan. Men sizni bir yerda ko'rgandek qilaman-ku. Siz tunugun ko'chada bir qancha yanchuqchilar bilan ilishgan. Yanchuqchilar bilan ilishgan. Sizmi? Haqiqatan botirkansiz. Kundalik xotiramga tunji muhabbatimning barliq jarayonlari bilan ichki hissiyotlarim xotirlangan. U xotiramni ko'rdi. U mening boshqalarning so'ygi jannati bo'lishini o'ylaganligimni, oxirida buning bir tush bo'lib qolganligini biladi. Shunga uning so'zlari meni o'ng'ayli ta'sirlantirdi. Ras. Ko'nglim eridi.
o'tayotgan mushu xo'shallik kunlarimda o'tgan ko'ngilsiz chog'larimni unutib pok muhabbat gulini texnik ko'rgazib echildirishga intilibman. Kompüterda 200 dereceli diplom bağlarını alınız. Siz kaç yıl öğrendiniz? Rahmet sizge. Nemi üçünlüğünde bilemezsiniz. Kaçırım. Biz teklif kılıdığın amallık saflığı için hizmet ornuna çıkış gelişkisi buluş gerek. Olmaz. Ben et görüşey. Bugün vaktim yetmeydi. Adımın solak çıkıp gidelim. Makul, şuna olsun. Kim? Oy. Yaxshimisiz? Kiring. Chiroyingiz boshqacha turdi, og'rib qoldingizmi? Yo'q, charchab qoldim. Sizni amroqkan deb qo'g'in ag'ash keldim. Ta'mi qandaqroq ekan? Kiring, men tilay. Acayip tatlı ekan, ha? Xizmat topolmadingizmi? Bo'pti. Hech qisi yo'q. Sizning meni bekotalatgan deb qilishingizni xohlamayman. Oilangizdagilarning qizimning yurgan yigiti tuzi xizmat yo'q bo'larkan deb xafa bo'lib qolishidan ansirayman. Navoda qo'shilmasa siz men qarmaysiz. Rostla ahmoq ekansiz. Siz o'zingizga ishonmasingizmi, menga ishonishingiz kerak. Sizni qandoqmi tashlab etaman? O'zingizning yaxshi yigit ekanligingizni bilmaysiz? Men undaq ahmoq emas,
shundoq yaxshi yigitni haqqa o'tinib beradigan. Bo'ldi, tasalli bermang. Sizga tasalli berganim emas. Siz boshqalarni tushunasiz. Boshqalarga ko'ngil bo'lasiz. Men degichilar ko'nglimdikini bilib bo'lasiz. Meni xuddi ko'z qarchig'ingizni asragandek asraysiz. Ayting, sizdan ayrilib ketish ko'zim qiyamdi. Ishonamanki, cho'qim xizmat topa olasiz. Tirishsangizlar muvaffaqiyat qozona olasiz. Menga haqiqatan kuyindi ekansiz. Sizga men kuyinmasam kim kuyinadi? Siz menga kuyinsangiz mangu rozi bo'laman. Bugun men shuni bildimki, u men bilan mangu birga o'tish uchun cho'qim bir xizmat bo'lmaydi deb qaraydi ekan. Shuni u nurg'un yerga qatirab, teksini yegan bo'lsa-mu, biroq yana yo'l yengib ketibdi. Kechiring. Bildim, yeni topamabsiz. Yuring. Necha kundan beri bek charchab ketdingiz. Bugun men sizni obdan mehmon qilib ketib qo'yay. Biz taklif qilib ishlatadigan bu bir turkum gazet jurnal taqatqichilar asosan ish o'rnida qolganlar qartilgan. Biroq Asqar sizni tanishtirib, oila ahvoli bir qadar favqulodda dedi. Shunga gazet jurnal taqatish japaliq ish. Cho'qim ideyi tayyorligingiz bo'lishi kerak. Chiroyingiz bir qism turamdi qandaq? Ha? 2 kundan beri zukam bo'lib qopti. Lekin teni nihoyat sog'lom. Bundaq ishkanda. Sizdan yoshirmayman. Men yaqinda emgak bilan o'zgarib chiqdim, o'g'irlik qilgan. Menga bu fursatni berishingizni umid qilaman. Men cho'qim tirishib ishlayman. O texib ala. Hamoqatli qilib, ba'zi bo'lmag'ur ishlarni qilib qo'yibdi. Azmaydigan kim bor deysiz? Ozg'an ekan, uningga to'g'ri yo'l ko'rsatib, qayta odam bo'lish fursati berish kerak-ku. Bo'pti, jasoratingiz bor ekan. Qarshi olamiz. Bo'lsa ishga yordam qilgan bo'lsanglar. Hey, Ali. Hajab vaqtida keldingiz. Sizni izlayib turgandim. Men tanishtirib qo'yay. Bu ishqisi mening saboqdishim. Bir shirkatda kadrlar xizmatini ishlaydi. Ular sizga yordam qiladigan bo'ldi. Bo'ldi, men xizmat topdim. Rasmi? Xizmat topdingizmi? Nerede? Bulana e'lon shirkatida. Bek yaxshi bo'pti. Agar rozi bo'lsangiz bizning shirkatga kelib ishlang. Siz Ro'shangulning do'sti ekansiz. Hojat yo'q. Hozir qishimmi bo'ladi? Sizlarni avvar qilib qo'ydim. Qo'shamsa. Arzimaydi. Baqlamsa. Ehtiroslar. Xo'sh. Xayr, xo'sh. Men sizga cho'qim ish topa olaysiz degandim-ku. Siz bo'g'ashqilar ishlarim yurishyapti. Bu sizniki. Rahmat sizga. Rahmat.
Kima? Men Ro'shangul. To'xtab turing. Ro'shangul, kiring. Eshikni ajab uzun ochdingiz-ku. Men uxlayotgan edim. Uxlatdim. O'rin. Havo bekni isib ketdi. Sizga kostyum burulka olgandim. Kiyib yiqing. Avar olup. Aynak qarab yiqing. Hajatni yarashdi. Qaltis bo'lib ketdingiz. Ati ishqi mang'icha. Buni kiyiling. Birinchi kuni ishqi tushganda yaxshi ta'sir qoldiring. Bu mening cho'ng bo'lib birinchi qitim lag'man etishim o'xshamay qolsa, mendan ag'rinmangchimi? Yangi. Qosog'imdek ichib ketdi. O'xshimismi yeyaveray. Ali, nima bo'ldingiz? İçimde hoş buluvadım. Men xo'shal. Yo'q. O'zimning xizmat topganligimdan emas. U boshqa bir gap. Sizning tamoq etkiningizga qarab, men tuyuqsizla opamni eslab qoldim. Unda qana. Ras Ro'shangul. Uy tamog'i yemigili men xeyli uzun bo'ldi. Dadam opam ajrashib ketgan. Ular o'zlarining kunini ilib, adam ikkimiz bilan kari bo'lmadi. Adam menga bak kuyunidi. Mana bugun men xizmat topdim. Yana siz etib bergan lag'manni yedim. Endi mening andisham yo'q. To'liq xushal bo'lyapman. Bo'ldi, bearam bo'lma. Bu texi birinchi qitimlig'i. Endi umr bo'yi sizga tamoq etib beraman. Endi tamoq yeyli ati ishga borasiz texi. Ro'shan. Nima? Men cho'qim yaxshi ishlayman. O'zimning kundalik xotir yozishimni o'ylamabdi ekanman. Aqal, qaysimiz tezroq qilamizga qani? Tezroq yo'q. Xo'sh.
birinchi kuni ish tutishgan qanday bo'ladi ekan? Nayt yaxshi. Şirketning telefon nomeri qancha? Ish bo'lsa sizga telefon beray deyman. Şirketda bir qanchamiz bir telefonni ishlatamiz. Kasbda nayt ko'p telefon aldirash. Bunda bo'lsin. Bir necha kun o'tgandan keyin men chaqiruv isolaman. Shu chaqda meni qachon chaqirsangiz bo'ladi. Aka, bu yerda velosiped remontxonasi bormi? Bu atrofda yo'q, juma ukam. Mayli bo'ron chiqsin yoki yomg'ir yog'sin, soat 9 dan burun gazetlarni mushtarlarning qo'liga cho'qim yetkazishinglar kerak. Ustam, men gazet o'shig'icha velosipedda mashada turib tursa, gazetlarni operativni kelaman. Sizga topshirdim. Rahmat sizga. Rahmat. Taksi! Taksi mashinada gez to'shig'anni faqat ko'mabdikanman. Qanday olib ketib bordi bu jahon? Tova, tova. Stop. Neçə pul oldu? 52 qoy bəsmi o. Buna. Rəhmət. Oldu. Rəhmət usta. Jigit. Apırıb qoyay, əxsiz. Rəhmət.
Ali, hammadan yuqori maash oldingiz, mehmon qilasiz. Oy, bizga cho'qi mehmon qilsang olmaydi juma. Bo'ladi, chataq yo'q. Men avval bu xush xabarni qiz do'stimga yetkazay. Qiz do'stingizni chaqirib keling, birga o'ltiraylik. Ha, bo'ladi, chataq yo'q. Ma'qul. Xo'sh. Men hozir haqiqiy tushundimki, qanchaki milliyligi bo'lgan siri dunyo shunchalik to'niladi ekan. O'tgan ishlarni eslasam kulgim keladi. G'arbning musiqalarini do'rashini bilib ekanman. Faqat istiqboli yo'q. Hozir davlat g'arbi qismini etishni o'tirib qo'ydi. Bu bizdek musiqa bilan shug'ullanadiganlarga yaxshi fursat. Bu qatim men qaytib kelib, Şinjanning milliy musiqasi bilan tabiat manzarasi birlashtirilgan MTV plastinkasini ishlab chiqdim. Men bu qatim cho'qim qalbi qazinaman. Qachon qaytib keldingiz? Bir oyning oldida. Biroq xizmat aldirash yo'g'ashqa udulli tuvanga berib film ishladim. Siz bilan ko'rishishga vaqt chiqaramay qoldim. Roshan, sizni hech qachon esimdan chiqarmadim. Siz izchil holda qalbimdagi eng oq ko'ngil, eng nazokatlik, eng go'zal qiz bo'lib keldingiz. Biz hammani qaytadan boshlaylik. Игорь, я слушаю, что есть сенс.
Roşen gipimi ala. Pul ne? Ben berme. Neç pul oldu? Mana. Roşen! Yaxshimsiz. 989-97 chaqirvasangiz. İsmim Ali. Telefon qaytursin. 282 56 87. Rahmat. Dokuz yüz 99-97 chaqirvasangiz. Ali. O 126 stans orqali 2113 ni chaqirsin. Tugidi. Telefon urasam bo'lamdi? Uriyva. Rahmat. Dokuz yüz 89-97 chaqirvasangiz. Ali. Xabaringizni taqatsizlik bilan kutyapman. Tezroq telefon qaytaring. Telefon nomerim 287 72 76. Roşema? Ben onun bir dostu. Rahmet ede. Onu ben çakırgıdı çakırayım size. Hoş. Voy. Yaxshimisiz? Xat bo'lmay, Erkinni chaqirib yeting, ha? Erkinni. Yo'qmi-ki? Rahmat, avar qildim. Aladigan odam yo'q-ku? Amsa sal turib urayli. Ma'qul.
chaqirg'imga telefon qilib ekansiz. Roshan, men qasdan qilmadim. Tushuntirishimni angla. Mang'ash paranglashaylik bo'ldi. Yur. Ali, men sizdan ko'mayman. Gezitxondagilardan surishtirdim. Xizmatda astoydil ekanligingizni bilaman. Yana taqtish namunasi ekansiz. Intayin xushal bo'ldim, faxrlandim. Sizni to'g'ri tanlab ekanman. Qanday xizmat bo'lishi bilan ko'rim yo'q. Menga yolg'on aytganingiz uchun xafa bo'ldim. Sizni xafa bo'lib qoldi deb o'ylab, yerim kechagacha izladim. Chaqirib ursam qaytarmadingiz. Murat qaytib keldi. Murat? Qaysi Murat? Yiliq naqshchi. Tushundim. Asli mundaq ekanda. Uni bilan bilmadingiz? Ha, Murat meni izlab beribdi ekan. Tushundim. Kechiring. Avar qildim. Hay. Nima uchun uning bilan birga bo'lganimni so'rab baxmaysiz? Mening so'ra salaytim bormi? Siz degan mening yigitim. Nima salaytingiz yo'q ekan? To'g'ri. Men sizning yigitingiz. Biroq men to'p-to'g'ri 4 soat xabaringizni kutdim. Kechiring. U bir narsani yo'qotib qo'yibdi. Kayfiyat yaxshi emas. Ko'p ichib oldi. Qo'limni tutib elib zarlandi. Men sizga telefon qaytaray desam, lekin menga imkoniyat bermadi. O'z sevgini yo'qotib qo'yishdan qo'rqmagan odam biror narsasini yo'qotib qo'ysa qaqshamda. Muhabbatni qadrlamagani bilan o'z kasbini qadrlaydi. U angli ishlatib turgan naqshlarning ana lentisini birsi o'g'irlayapti. Ajab yaxshi bo'pti. Ba'zilar uning naqsini voydab ketadigan taqa. Sizga ana lent yutib kelsa, qayta ishlashga o'ng'ay. Biroq aşı plastinkadan boshqalari foydalanib kelsa, onunğa cho'ng ziyon bo'lmamdi. Aran deganda mablag' sog'ichini tepib nashr qildirmoqchi bo'lganda. Sizni hech tushunmadim. O dilingizni ranjitgan tursa, uning ishlaridan ansirganingiz nimasi? Siz deb tatgan chog'da u nima dedi? Aroq ichdingizmi? O nima yo'qitib qo'yibdi? Dönkörik atrofida. Qachon? Bugun tushdan keyin. Buni so'rab nima qilasiz? Taksiga o'tirib uyga qaytib keting. Uyingizga telefon berdim. Apingiz ansirab qopti. Yuring. Sizchi? Qiladigan azroq ishim bor. Xabarimni kuting. Tez qaytib keting. Yo'lda diqqat qiling. Adamni ansirtib nega bordingiz? Qarang arzigil adamga. O seni yana urdimi? Ali! Hey! Sen adamni uramsan? Ali! Ali! Meni qo'yib turma! Hey! Sen nima deyapsan? Ali!
qo'ydilar. Meni urishib ketdingmi? Untib qolma, sen degan yanchiqchi. Tirime kirib chiqqan o'g'ri. Qanday? Vajon! Şunlaş qilintini topalayman debdigansizda. Roşen, to'xtab tur. Roşen. Meni aldapsiz. Meni qachongacha aldaysiz? Meni yana qanday aldamaqchisiz? Meni bek ümitsizlantirdingiz. Ümitsizlantirdingiz. Ne ishqi bunday qilasiz? Men onun kündəlik xatirəsini gördüm. O meni haqiqiy yaxshi ko'radi ekan. Elini açıp bir gün cihaz yok mu değil mi? Kile otur. Ali. Ali. Gap qilay. Yaqin yoqqa nima bo'ldi, ha? Nima gap bo'lsa? Bizga degan juma. Muhabbatda kelishmaslik yo'liqdingmi, ya? Bizga dajimo, yordam qilamiz. Şöyle. Biz xizmatdosh bo'lgandan Yordam qilamiz. Oy, sayrab ketdi-ku.
Ben telefon olay. Vay. Ali aka, lentini kimning ağaligini bildim. Hergiz mu meni dedi deb sanmang. Ma'qul. Bir, iki, üç, dört. Vay. Aka. Bak pul ketib bordi, Cuma diqqat qil ha. Allah. Vallahi ben pul ketdi deyman. Qarab tursan, icha. Ey. Ishkin chekyapti. Qarab baqa. Voy, sen mitding? Kira. Ey jigit, bir kep qaptiq-ku. Nim qil kelding? Bu vallahi hozir no'chib ketdi. Gensi toti deva. Sizlar meni masxara qilmanglar. Nur aka, yaxshi turgansan. O'lib qolmadim. İşin olmasa ket. Bu yaxshi odamlar turdigan yer emas. Yaqin bir do'stim bir narsasini yutirib qo'yibdi. Mush yerdimikin deb so'rab kelibdi. Qandaq narsa? Sinalg'u lentisi. Yo'q. Ket. Boshqa narsa bo'lsa mayli etdi. Lentini menga bergin. Ali, necha yoshga kirding? Nim bo'ldi? Yana qanchalik yashay deysan? Nur aka, Kimsning akangkan? Ko'zimda yo'qot. bugun lentini olmasam ketmayman.
Ölüm aldırdım kilovatam sen. Murakka, qarağa. Kendiniz qarağa. Oy. Yürü. Rahmet sana. Şu tapda qandaq minnettarlıq bildirishni bilmayaptım. Bana rahmet etmesen mi buludu? Ben seni dep qilmadim. Ammini Ro'shan uchun qildim. Buningdan keyin uningga kuyin. Men uningga loyiq emas. Xayr xo'sh. Ey, nima deyapsan? O seni yaxshi ko'rdi. O o'z og'zi bilan menga shundoq dedi. Menga hammani deb berdi. Yurakli qoldi qo'g'la. Muhabbat degan jangga o'xshash. Fursatni tutib hujumga o'tish kerak. Roshan, buni Ali sizga sovg'a qildi. Uni kechiring. U sizga yolg'on aytmasligi kerak edi. Xo'shamcha. Hey, sizni suyman. Yo'q, xato deb qo'ydim. Ali sizni suyman dedi. Men. Xo'shamisa. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak. Rahmat sizlarga. Qaytaylik. Hammamiz qaytaylik. Xo'sh. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. opamga muhabbatlashdim dedim. Men onunga men bir o'g'irni yaxshi ko'rib qoldim deganimda u qo'rqib ketdi. Mendan qizim, "Nima o'g'irni yaxshi ko'rib qolding?" deb so'raganida nima deganligimni bilasiz. Men
Çünkü o kalbimni o'g'irladi. Men endi uningdan hargiz ayrılmayman dedim.